Yojining hikoyasi taq tugmadi. Yojining bu hikoyasi inisi Yojunga qattiq ta'sir qiladi ekan. Hamda uning butun taqdirini asos jihatdan belgilab qo'ydi deyishga bo'ladi ekan. Akasining motam marosimida birdan-bir o'ksib yig'ilgan odam uning pianino muallimi, chin muallim bo'lib, bu Yojunga qattiq ta'sir qiladi ekan. Hamda o'zining cho'ng bo'lgandan keyin chin muallimdek mehr shafqatlik bir muallim bo'lishga bel bog'laydi ekan. Hamda mushu kundan boshlab dadasining o'ziga bo'lgan butun orzularini amalga oshirishdan butunlay voz kechdi. Bir mezgil o'tgandan keyin Yojining gaplari bu oilada baribir chiqmaydigan bo'lib qoldi ekan. Xuddi aksi Yoji bu dunyoga azaldan kelib boqmagandek. Inisi Yoji cho'ng bo'lgandan keyin chin muallimni do'rab bir o'rta maktab muallimi bo'ladi ekan. Hamda izchil o'zining azob uqubat qilgan o'quvchilarga yordam berdi ekan. Bunday qilish orqali aksi Yojining orzusini amalga oshirmoqchi, o'zining ayni vaqtida aksini qutqizolmaganlikning o'rnini to'ldirmoqchi bo'ladi ekan. Yojun o'zining ayoli bilan intayin inoq bir oila qurgan bo'lsa-mu, ayolining homildorlik uchurini anglaganda intayin qo'rqib, tashvishlanib ketdi. U o'zining bir yaxshi dada bo'lmasligidan, o'zining dadasidek bolasining beshiga chiqishidan intayin tashvishlanib ansiraydi. Uning ayoliga birdan-bir deyiladigan gapi aksi Yojining bir umr ota-onasiga degan kechirimdan boshqa gap emas ekan. Yojun o'zining dadasiga bir umr yuzlanmaydi. Hatto dadasining sakratlik vaqtidami dadasining yanida qo'rqish, tashvish bestirdi ekan. Bu dadimo amaliyotda bir umr o'g'lining o'limi uchun o'zini azoblab, tanqidlab yashab kelgan bo'lib, umrining eng oxirgi vaqtlarida o'zining o'lib ketgan o'g'lidan hamda ko'z oldidagi bu o'g'lidan ichidan chiqarib apu so'raydi ekan. Inisi Yojunmo ayni vaqtida aksiga yordam qilamagan, ichiga bir umr besib kelgan bu dardni dadasining eng oxirgi minutlarida ichidan chiqardi ekan. 我好多嘢想問佢，我好多嘢想同佢講對唔住，點解我冇同佢傾偈啊？ Dadasining o'limida Yojun o'zi bir umr saqlab kelgan aksining xotirini ayoliga topshirib berdi ekan. Hamda o'zining butun o'tmishini ayoliga samimiylik bilan bayon qilib berdi ekan. Eng oxirida inisi Yojun dadasini, onasini, eng muhimi o'zini afu qildi ekan. Hamda o'zining o'tmishiga to'g'ri qarab, o'zining kechirmishlarini saboqlashlarga aynan bayon qilib berdi ekan. Hamda o'zining bu qalb zaxmisini qabul qilib, o'zining taqdirini o'z qo'liga ilib, baxtli turmushiga yo'l oladi ekan. Eng oxirida inisi Yojunni o'ziga bo'lgan samimiyatligi qutqizib oladi ekan. Bu hamma ota-ona bo'g'ichi ko'rishga tegishli intayin ta'sirli bir film. Biz turmushimizda o'zimizning nazar bilan bolalarimizga qarab olamiz. Lekin biz o'zimizning 5 yoshlik, 10 yoshlik bolalarimizning qalbi bilan, bolalarimizning shu gudek sabiy nazar bilan o'zimizning oilamizni, muhitimizni ko'ra olgan vaqtda, shu narsida gudek qalb bilan atrofdagi his tuyg'ularni his qila olganda, bolalarimizning haqiqiy ota-onasi, haqiqiy do'sti bo'la olishimiz mumkin.